Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga ajoyib ismaloqli pirojki retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga 1 piyola iliq suv, 1 choy qoshiqda tuz, 1 piyola iliq sut solib, yaxshilab aralashtirib, massamizni ketidan unimizni elab solamiz. Unlarimizni elab solganimizdan so'ng qattiq xamir qilib olamiz. Qo'lga yopishmaydigan xamir qilib xamirimizni tayyorlab oldik. Endi salafanga o'rab 20 minut yoki 15 minutga olib qo'yamiz. Ungacha ichidagi nachinkasini tayyorlab olamiz. Ozgina bir bog' ko'k piyozdan soldim. Uni pichoq yordamida yaxshi maydalab to'g'rab olamiz. Ketidan ismalog'imizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. To'g'rab olganimizdan so'ng endi piyozimizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Piyozimizni ozroq yog' solib, tovada qizartirib qovurib olamiz. Piyozlarimiz qovurilgunga qadar xamirlarimizni yoyaveramiz. Mana shunaqangi kichkina qilib, yong'oqdan sal kattaroq qilib, zuvalachalar qilib oldim, dumaloq qilib. Menda 15 taga yaqin pirojki bo'ldi. Mana shunaqangi qilib, yupqa qilib yoyib olamiz. Bu orada piyozlarimiz ham qizarib oldi. Endi nachinkamizga qo'yib 1 choy qoshiqda tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Murch solsa ham bo'ladi, men murch solmadim. Endi xamirlarimizni, nachinkalarni solib, mana shunaqangi ko'rsatilgan holda mana shunaqangi tugib olamiz. O'rtasiga solib, xamirlarimizni ikki tomonini qayirib va u yoq bu yog'ini yopishtirib olamiz. Endi qizib turgan yog'imizga solib, qovurib olamiz. Oz-ozdan yog' soldim. Menda ozroq yog'ga solib qovurib oldim. Ichlari ham zo'r pishib chiqadi. Juda ham zo'r, yumshoq bo'lar ekan. Xuddi tandirda pishgan mador somsaga o'xshagan ta'm beradi. Farzandlarim ham maza qilib yeyishdi to'g'risi. Oyijon, yana pishiring deyishdi. Juda ham yumshoq va mazali chiqdi. Qolganlarini ham xuddi shunday qilib qizarib, ikki tomonini qizarguncha qovurib oldim. Mana hammasini pishirib oldim. Endi ichlarini mana ochib ko'rsatmoqchiman. Yumshoq bo'lib chiqdi. Uydagilarim maza qilib yeyishdi albatta. Sizlar ham shu retseptni tayyorlab ko'ring. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lib, yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha sog' omon bo'ling deyman.